Dahshat, mana buni haqiqiy avtoritet, balki mafiya desa bo'ladi. Chelsining sobiq egasi Roman Abramovich yodingizda? Jon Terrini mana bu gaplarni eshitib ko'ring. Rossiyaga qarshi safar o'yinimiz bor edi. Samolyotimiz pastlayotgan edi. Xullas Rossiyaga qo'ndik. Qo'ngach 1-2 daqiqa harakatlandik va kutilmaganda uchuvchi karnay orqali e'lon qildi. Afsuski 2 soatgacha kechikish bo'ladi. Qo'nish yo'lagida kutishimizga to'g'ri keladi. Xavfsizlik kamarini yechib bemalol o'tirishingiz mumkin. Shu yerda biroz ushlanib qolamiz. Shunda yigitlar Roman Abramovichga telefon qil, unga qo'ng'iroq qil deyishni boshlashdi. Men esa Romanning o'ziga telefon qila olmayman. Yevgeniyga qilishim mumkin dedim. Yevgeniy Romanning o'ng qo'li edi. Telefonni olib spikerga qo'ydim. Yonimda Runi o'tirgandi. Yevgeniy, hozirgina qo'ndik, lekin bizga 2 soat kutasizlar deyishyapti. Biror narsa qila olasanmi dedik. U esa muammo yo'q dedi. Hazillashayotganim yo'q. Oradan 2 daqiqa ham o'tmay harakatlanishni boshladik. Uchuvchi yana karnay orqali hozir terminalga qarab ketyapmiz. 10 daqiqada tushasizlar dedi. Hammaning og'zi ochilib qoldi. Mana buni kuch desa bo'ladi.